Hürmetli vatandaşlarım, endeki leksiyemizge dikkat kılın. Azər Amerika Qoşmuş Ştatları yani yeni bir siyaset ortaya çıktı. O aslında bar siyaset idi. Lekin sabıq prezident Obama davrida susuşup ketken. Bilyat etkan taşınıp qalğan, köngül bilmegen bir meselege aylanıp qalğan kişilik hukuk meselesi. Bugün Amerika Qoşmuş Ştatlarının yeni hükümeti Amerika Qoşmuş Ştatları hükümetinin devlet işler katibi Rakis Tillerson yeni bir siyasetini ortaya ilip çıktı. Ben bunu vatandaşlarga tanıştırayım. Amerika Qoşmuş Ştatları devlet işler katibi Rakis Tillerson kişilik hukuk meselesini taşqi siyaset dairesiga qaytarıp keladigan bolsa, Amerikani qandaq paydaga eriştirdi mavzulu xabar 2017-yil 2 ayının 16-günü Jungo'ga nazar torbeti e'lon qilindi. Jungo'ga nazar torbetining muxbiri Shujia tercüme qilib, tahrirlab bu maqolani e'lon qildi. Amerikada nashr qilingan tashqi siyosat jurnalining xabariga asoslanganda, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasida o'tkazilgan vazifaga belgilash, guvohlik berish yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Rakis Tillerson Jungo, Rossiya, Iran, Çavuşan ve radikal İslamçılarını Amerika'nın menfaatiga tahdid deb hisoblab, avval o'ylashadigan masalalar qatoriga kirgizdi. Davlat ishlar katibi Tillerson mundaq jakardi. Bizning tashqi siyosatimizda kishilik huquqni qo'llash, sharhiylash, Amerika dunyoga qanday qaraydi degan halqiliq masalaning tarkibiy qismidir. Kişilik hukukni qo'llash, sharhiylash, Amerika dunyoga qanday qaraydi degan halqiliq masalaning tarkibiy qismidir. Garchi davlat ishlar katibi Tillerson bu oddiy aqidani avval o'ylashadigan davlatlar bilan birlashtirib, konkret o'ttirib qo'ymagan bo'lsa-mu, lekin bu fikrlar intayin cho'nqur ko'zatishdan kelgan yangi fikrlardir. Kişilik hukuk meselesini Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosat kun tartibining oldingi sepiga elib kelish. Kişilik hukuk siyosati Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosat kun tartibining oldingi sepiga elib kelish, Amerikani tashabbuskorlikqa qayta erishadigan va strategik ustunlikni egallaydigan tepilg'isiz fursat bilan ta'minlaydi. Sabıq prezident Obama hükümeti kişilik hukukka sal qaradi. Sabıq prezident Obama davrida kishini afsuslandırdigan lekin miras bo'lib qolgan nisbi sal qaragan bir masala Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosatida kişilik hukuk va demokratiyani ilgari surish masalasidir. Demak, sabıq prezident Obama kişilik hukuk va demokratiyani ilgari surishga sal qaradi. Sabıq prezident George Bush hükümetinin siyasetleriga alaqadar qayta o'ylanish xarakterlik ve ideologiyalik holatni rad qilish bilan Aqsaroyga kirgan Rossiya bilan bo'lgan munosabatni qayta belgilash, Jungo bilan iqtisodiy hamkorlik munosabatlarini taraqqiy qildirish, Iran bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash, Çavuşanga nisbatan strategik sabr qilishni taraqqiy qildirish maqsadlari bilan Aqsaroyga kirgan sabıq prezident Obama hükümeti tirishchanlik ko'rsatib, kishilik huquq masalasini chetga qayirib qo'ydi. Bu dokladni, bu so'zni navbatdagi yangi hukumatning yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Rakis Tillerson so'zlayotdi. Nima deydi? İran bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash, Çavuşanga nisbatan strategik sabr qilishni taraqqiy qildirish maqsadlari bilan Aqsaroyga kirgan sabıq prezident Obama hükümeti tirishchanlik ko'rsatib, kishilik huquq masalasini chetga qayirib qo'ydi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Siyosat tashabbuslarining va mag'lub bo'lish amaliyatining sabablarini bir tarafga qayirib qo'yib fikr qilsak, kishilik huquqdan voz kechish, fursatni qo'ldan berib qo'yish, masalan, Iran, Rossiya, Jungo, Kuba, Misr, Vyetnam, Saudiya Arabiston qatorliq davlatlarning islohotchilari va g'ayri fikrdagilarni
fikirdeki erbapları Amerika Qo'shma Shtatlarının qo'llashi tüvençilik bilen talep kılgan çağda mesela Amerika Qo'shma Shtatlarının fikirdeki erbapları Amerika Qo'shma Shtatlarının qo'llashini tüvençilik bilen talep kılganda qilib qolgan chaqda bunda qo'llash yoki oz bo'ldi yoki kechikib qoldi yoki asosiy jihatdan qo'llamadi. Sobiq prezident Obama hukumati ikkinchi qatim vazifa o'tash muddati ichida bu nuqtalarni qayta tartib solish masalasida. Nima deydi boshda? Masalan, İran, Rossiya, Jungo, Kuba, Misr, Vietnam, Saudiya Arabiston qatorliq davlatlarning islohotchilari va g'ayri fikirdagi arboblar Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'llashini tuvanchilik bilan talab qilgan chaqda bunda qo'llash yoki oz bo'ldi, yoki kechikib qoldi, yoki asos jatdan qo'llamadi. Xuddi Uyg'urlarni qo'llagan bo'lsin, yanchiqish bilan qo'yg'imchilarni qo'llagandek bir ish bo'ldi deglar. Ish qilganlarni chetga tashlab qo'yib, yanchiqchilar qo'ymichini qo'llagandek bir ish bo'ldi deglar. Sobiq prezident Obama hukumati ikkinchi qatim vazifa o'tash muddati ichida bu nuqtalarni qaytadan tartibga solish masalasida ba'zi ishlarni qildi. Bo'libmi prinsipda ching turadigan kasbiy xodimlarni, masalan, demokratiya kishilik huquq emgak ministerligining ministri Tom Malnovski ve xalqaro diniy erkinlik elchisi David Saperstein qatorliqlarni yangidan vazifaga tayinladi. İkinci qatimliq vazifa o'taydigan vaqtda prezident Obama. Lekin shundoq bo'lsa-mu, kishilik huquq masalasi sobiq davlat ishlar kotibi John Kerry'ning 7-qavatdagi ishxonasida yoki Oq saroyda ahamiyatli qo'llashga erishmadi. Diqqat etiniz. Çünkü hükümet keskinlik bilen İran bilen bolgan yadro kuralları sodasını Kuba'nı içip etiş qatarlıq siyasi miraslar bilen şug'ullanıp kişilik hukuk meselesiga vaqtlik itibar ber. Nima deydi? Sobiq prezident Obama davrida Amerikaning kishilik huquq siyosati, lekin shundoq bo'lsa-mu, kishilik huquq masalasi sobiq davlat ishlar kotibi John Kerry'ning 7-qavatdagi ishxonasida yoki Oq saroyda ahamiyatli qo'llashga erishmadi. Demak, prezident Obama vazifa tugagan mezgillarda ochiq aytsak Uyg'urning kishilik huquq masalalariga ancha ko'ngil bo'lmadi desak bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi kishilik huquqni qo'llaydi. Davlat ishlar kotibi Rakis Tillerson hozir besib tushgudek darajada xalqaro xirisqa va jiddiy boshqarish ehtiyojiga duch keldi. Masalan, davlat ishlar kotibi Tillerson yordamchi yo kotib bo'lish ko'rsatgan kishini Tillersonning, masalan, Lloyd Abrams işletişini Oq saroy absınarlıq işçiler rədd qıldı. Davlat ishlar kotibi Rakis Tillerson Jungo, Rossiya, Çavuşan ve İran o'ttirib qo'ygan kishini xotirjamsiz qiladigan xiristlarni tafakkur qilganda bu urinishlarning kishilik huquq masalasini bir tarafga qo'yib qo'yganlikdan balki yadro qurollarining tarqalib ketishi, territoriya talash tortishi va iqtisod farqlari masalasida avval o'ylaganlikdan shundoq bo'ldi deb tushunishga bo'ladi. Demak, kishilik huquq chetga qoldi, siyosat to'g'risi o'ylandi edi. Bu fursatni qo'ldan berib qo'yish deganlikdir. Bu fursatni qo'ldan berib qo'yish deganlik. Bu kishilik huquqni qo'llaydigan axloqni talab qilgandan boshqa, hozir mush ishlarni qilish Amerika Qo'shma Shtatlarining intayin zo'r strategik afzallik bilan ta'minlaydi. Demak, sobiq prezident Obama davrida kishilik huquq siyosati tashlanib qoldi, e'tibor yuqoriqidek bo'ldi. Endilikda prezident Trump hukumati va uning davlat ishlar kotibi Rakis Tillerson kishilik huquqni qo'lga oladi. Bu jarayonlarning hammasini qaytadan qarab chiqadi. Chunki Amerikaning strategik siyosatida, jahondagi o'rni masalasida va jahondagi tashqi siyosiy masalasida kishilik huquqni ta'kidlash va buni ko'ngil bo'lish Amerikaning tashqi siyosatining muhim tarkibiy qismi deb boshda shunday ko'rsat. Davomiga quloq solinglar vatandoshlar.